mana unaqamni kim oldi? Mana uni sana qilaman deb oluvdi. Yo, o'zingni unaqang yo'q bola. Ana mana qildim-da. Mayli iftorlikka ular aytdingmi? Ananing vaqti yo'q ekan. Mana o'zining bugun anasi bor ekan. Ana bo'pti-da. Ozgina unda qilib qizim. Ha. Bo'pti, dasturxonga olib kelgan kalbasa-palbasalarni unaqa qilib turlaring. Olib kelgan hamma narsangizni ochib, anamiz chiqib yotibdi. Dada, anavni nima qilamiz shunda? Yo, hali unaqa qilmadilaringmi? Siz uni bizga anavni qilmadingiz-ku. Yo, men uni qil deyishim shartmi? O'zingizlardan bilib unaqa qilib tashlashim bo'lmaydimi, bola? Aytdim men senga o'sha anov qilaylik dedim. Ana nima qilding? Anavni tagiga kiruvdim. Ana unaqa tegibdi. Yangi kiyimni anaqasini chiqardi. Bo'ldi, onangga ayt, anaqasi bor, anaqasidan qilsa anaqalari ketadi. Nima edi uning ismi? Ana nima edi? Ha, ana mana babi. Oq kiyimlarini anaqasini chiqaryapti. Allergiyasi borlarni anaqasini chaqirmayapti. 100% Germaniyaning xomashiyosida anaqa qilingan ekanda bu. Vo, anaqa ekanda. Ozgina anaqa qilib tara qizim. Qo'shni, bir oy oldin qarz oluvdingiz, bering endi kerak bo'lyapti-ya. Ha, sizlar anavni qo'ylaydinglar-ku, ha? Qo'shni bir oy oldin anav oluvdingiz, anav qiling endi, anav bo'lyapti o'zimga ham. Ozgina aniq qilib tur endi. Biron joyga aniq qilib ketayotganimiz yo'q-ku. Anav qilmay, qo'shni anavingizga siqsa anav qiling-da. Og'zingga qarab aniq qilgan, anunimdan ketmasan. Bitta urib anuningni chiqarib qo'yaman. Hammaning ko'zi senda, to'lg'anasan jononim.